Barchaga xayrli kech. Azizlar, biz bilasizlar, больницадamiz. Ba'zi sabablarga ko'ra ertaga chiqamiz inshaalloh. Nima demoqchi edim, shu paytgacha bilasizlar, men Lalako brendini bolalar uchun tagliklarini sizlarga tavsiya qilib kelganman, lekin turmushga chiqqanimdan keyin auditoriyam 80-90% ayollarga o'zgargandan keyin ayollar gigiyenik vositasini ham sizlarga tavsiya qiladigan bo'ldim. Juda ham zo'r, juda ham talabga javob beradigan, haqiqatdan даже sroki ham 3 yilgacha paxtadan ishlangan, xullas kalom yaxshi, komfortli narsa. Nima uchun hozir men reklama qilyapman? Chunki baribir oilali bo'lgandan keyin va hajdan kelganimdan bilasizlar, vaynlarni to'xtatganman. Vayn deganda to'g'ri qiziqarli qanaqadir videolar qilaman, no ani gruppa bilan, komanda bilan qanaqadir voqeali qilib ishlamayman. Asosan live. Shu uchun men sizlarga tavsiya qilyapman, ishlatinglar, baraka topasizlar, zo'r.